qarashib yotar va bu yerdan ham shilta hidi kelardi. Ayvondan ko'ra besamar o'tgan umrini eslatadigan besarishta qaznoqqa o'xshab ketardi. Ayvon uzun bo'lib suratlar chizilgan, yillariga qarab ko'rgazmaga qo'yilgandek terib qo'yilgan. To'g'rirog'i bor yo'g'i 40 ga yaqin surat va eskizlar 1957, 1947, 1937, 1928, 1926 va hokazo tartibda terib qo'yilgandi. Suratlarni oralab borar ekanman, qandaydir zinalardan cholning umr tilsimoti yashiringan qo'rg'on tomon ko'tarilib borayotgandek his etdim o'zimni. Oxirgi ayvonning burchagiga osib qo'yilgan suratning tagiga 1921 sanasi yozib qo'yilgan edi. Chol shu yildan boshlab rasm chiza boshlagan bo'lsa kerak deb o'yladim. Surat ancha uquvsizlarcha chizilgan bo'lsa-da, ranglari yorqin va tiniq edi. Suratda quyuq o'rmondan maymunni yetaklab chiqayotgan barvasta gavdali yigit tasvirlangan edi. Yigitning ko'zlari tiyrak va ishonch bilan porlab turar. Maymunning bo'yniga solingan kishan tarang tortilgan edi. Rasmda chol nima demoqchi bo'lganini tushunmasam-da, lekin yigitning yuzidagi ishonchdan hayratga tushdim. Qizg'ish va javdari bo'yoq yigitning ko'nglidagi hissiyotni to'la aks ettira olgan edi. Keyingi suratlarda cholning qo'li ancha kelishib, bo'yoqlar tiniq, o'z o'rnini topgan, tabiat manzaralari tobora go'zallashib borardi. Ranglar ham turfa xil edi. Biroq bir lahzada osmon va falakni qoplagan kuzgi qarg'alar kabi suratlarga qandaydir mavhumlik, qora rang yopirilib kirgandi. Qora bo'yoqning suratga ortib borishi meni hayratga soldi. Mavhumlik tasvirda ham, bo'yoqda ham sezilardi. Men har bir manzarada boshqa ranglar o'rnini qora ranglar olayotganini guvohi bo'ldim. 30-yillarda chizilgan suratlar esa yana ham mavhumroq edi. Endi bu yillardagi suratlarni qora rang butkul qoplab olgandi. Suratlar bilan birga sizning ko'nglingizga ham mavhum bir tuyg'u yopirilib kirardi. Chol suratlarni pala-parti chizgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim o'shanda. Chunki cholning mas'ul xizmat davri mana shu yillarga to'g'ri kelardi. Men suratlarga qarab turib, ularning maqsad va maslaksiz chizilganini his qildim. Faqat birinchi suratdagi yigitning ko'zidagi qat'iyat va ishonch beixtiyor har qanday kishini o'ziga rom qilib qo'yardi. Siz ham mana shu yigit izidan nomsiz, isyonkor safarga otlaningiz. Vahimali, zimziyo o'rmondan xurofot hamda bid'at yakson etarak ajdodlaringizni nur va kenglikka boshlab chiqib, har xur qarashlar u alg'ov davlg'ov hayot qo'yniga tashlagingiz kelib qolardi. Siz yigitning ko'ziga qarab tursangiz, uning tantana qilishiga ishonardingiz. Muzeydagi do'stim ham ana shunday hislarni boshidan kechirgan bo'lsa kerak, cholni rosa maqtagandi. Ana shu suratida chol o'zini qobiliyatli va istiqbolli rassom sifatida namoyon eta olgan edi. Agar cholning birinchi 10 yilliklardagi suratlariga e'tibor bersangiz, sizni ham beixtiyor cholning navqironlik davridagidek ulug'vor kayfiyatlar chulg'ab olardi. Men keyingi yillardagi suratlar shunchaki qo'l chiqib ketmaslik uchun chizilgan bo'lsa kerak degan fikrga kelgandim. Bu yillardagi suratlarda huvillab qolgan qishloqlar va ko'chalar, egalari tashlab ketgan uylar, o'ziga chorlab turgan qabristonlar, o'lim isi kelib turgan har xil qurollar, yig'layotgan ayollar va bolalar, biyday bolani bosib ketgan o'laksaxo'r quzg'unlar, murdalar ortilgan aravalar, panjarali kameralar, yonib yotgan qishloqlar, qandaydir qo'rquvdan xuddi Pompeyaning so'nggi kuni kabi dong qotib qolgan olomon, sirli maxluqlar, yirtqich hayvonlar, yuzlariga har xil jondorlarning niqoblarini kiyib olgan odamlar, karnaval bo'lsa kerak deb o'ylagandir. Bazmu jamshid qilib o'tirgan shotirlar, yalang'och ayollar, ma'suma qizlar, qovjirab qolgan gullarning suratlari aks etgan edi.
U suratlar ilhom yo maqsad bilan chizilganiga ishonish qiyin edi. Bironta suratda ham aks ettirilgan manzaraga tushunmay cholga qaradim. Chol ovqatini yeb bo'lgan va menga teskari o'tirgancha matoga yana qo'ng'iroq tus berardi. U go'yo mening bu yerdaligimni unutganday edi. Cholning keyingi suratlarida bironta ham mukammal tasvirlangan odamni ko'rmadim. Hamma suratlar bo'yoqlarning mato yuziga chaplab tashlanganidan iborat edi. Bu suratlarga xos mavhumlikdan hayratga tushdim. Chunki bilishimcha, chol bularni eng yaxshi suratlari ichidan tanlab terib qo'ygan edi. O'sha kuni men cholning mahalladoshlari vaqtaganchalik rassom ekanligiga sira ishonmadim va uning suratlarini ko'rib yana ham hafsalam pir bo'ldi. Bu suratlar menga umid qo'shinlari tashlab ketgan umrning tashlandiq qarorgohlariga o'xshab tuyuldi. Endi uni shunchaki nomiga maqtashgan bo'lsa kerak deya o'ylay boshladim. Suratlardagi mavhumlik negadir yuragimni g'ash qilgandi. Biroq cholning hayoti bir paytlar bir kechada porlab ochilgan guldek to'siq bilmas shiddat bilan boshlanganini, so'ng bu shiddat hayotning mavhum irmoqlariga xuddi yoz yomg'iri jazirama sahroga singani kabi qo'shilib ketgan degan xulosaga keldim. Uning o'sha navqironlik davrini eslatdi. Nigoh qontalash va shilpiqlanib qolgan bo'lsa ham hali tiyraklik bilan tikiladigan ko'zlaridagina qolgan edi. Bu ko'zlar ham har qanday ishonch va umiddan mahrum edi. Cholning yoniga qaytar ekanman, u chizayotgan suratga bir zum ko'z tashladim. Ustiga chang tushmasin deb doka yopib qo'ygan suratda odamning va qandaydir hayvonning oyoqlari tasvirini ko'rdim. Bu hol meni biroz hayratga soldi. Polotnoda nihoyat ko'p yillardan keyin odam surati paydo bo'lgan edi. Surat hali chala edi. Munkayib qolgan chol surat qarshisida tiz cho'kib turganga o'xshardi. Bo'yoqlar ham cholga zo'rg'a bo'ysunar, go'yo ular ham bu behuda va mavhum manzaralarni aks ettirishdan butkul charchaganday edi. "Xo'sh", dedi u mening idish tovoqni yig'ishtira boshlaganimni ko'rib. "Suratlar sizga yoqdimi?" Yelka qisdim va bu suratlarga tushunmaganligimni aytdim. U charchaganidan milklariga yosh sizib chiqqan horg'in ko'zlarini menga achingandek bir zum qadab turdi-da, keyin bosh silkidi. "Ha, to'g'ri, biz tushunarsiz yashadik", dedi g'amgin tusda. "Har bosgan qadamimiz odamlar uchun shubhali va qorong'u bo'lib qolgan. Albatta bunga siz emas, o'zimiz aybdormiz." U xuddi odamning ustidan kulayotganday yoki kinoya qilayotgandek istehzo bilan gapirar. Har bir so'zi asablarni zirqiratib, arralab o'tardi. Kim biladi, balki menga shunday tuyulgandir. Endi gap tamom deganday qo'liga mo'yqalam oldi. U men bilan boshqa gaplashgisi kelmayotgan. Agar men bu yerda kechgacha qolsam ham uning biror og'iz gapirishi gumon edi. Idishni olib tezda chiqib ketdim. Chol menga qayrilib ham qaramadi. Uzoq vaqtgacha uning gapini o'zimcha mulohaza qilib yurdim. Biroq menga nima uchun shunday deganiga hech tushuna olmadim. Cholning suratlari ichida menga faqat maymun yetaklab borayotgan yigit surati yoqqan edi. To'g'ri, men tasviriy san'at sohasining yomon muxlisi edim. Lekin yigitning ko'zlaridagi ishonchdan hayajonga tushar va uning qat'iyatli chehrasi tez-tez ko'z oldimdan namoyon bo'lib turardi. Qolgan suratlari esa aloq-chaloq esimda qolgandi. 2 kunlardan so'ng esa birinchi suratdan boshqa hamma suratlardagi manzaralar bir-biriga aralashib ketdi. So'ng yo'l-yo'lakay daraxtga bir zum qo'nib o'tgan qushlar kabi xotiram daraxtlaridan butkul uchib ketdi. Boshqa bir kuni cholning oldiga ovqat olib kirganimda yana o'sha shilta hididan ko'nglim ozib ketayozdi.
lekin men endi har burchakda puturdan ketayotgan umrning tanazzulidan darak berib turgan qo'lansa hidga ko'nika boshlagan edim. Biz bu gal suhbatlashib qoldik. Qizig'i shundaki, u juda savodli edi va shu vaqtgacha nimaiki qilgan bo'lsa hammasini bilib, anglab turib qilganga o'xshardi. U Tizianni ham, Pikassoni ham, modernizmning hozirgi namoyandalarini ham, muzeydagi do'stim maqtaydigan Jorj Brak va Umberto Bachanini ham bilar va ularning ijodidan juda yaxshi xabardor edi. Biroq biz o'sha kuni u bilan mutlaqo boshqa narsalar haqida gaplashgandik. U hayotda nima yaxshiligu, nima yomonlik hech qachon farqlab bo'lmaydi. Yaxshilik ayni paytda kimlargadir yomonlik, yomonlik ayni paytda kimlargadir yaxshilik bo'lib tuyuladi. Mening umrimda anglagan xulosam shu degandi. Yo'q, dedim men uning salmoq bilan, mening xulosam hammaning xulosasi bo'lishi kerak degan ohangda gapirishidan g'ashim kelib. Bular mutlaqo qarama-qarshi tushunchalar. Yomonlik yaxshilik bo'lishi sira ham mumkin emas. Nimaiki hurlikka, erkka, ezgulikka zid bo'lsa, u yomonlikdir, dedim. U hali yosh bola ekansan-ku degandek dimog' aralash kuldi. So'ng jiddiy tortib nelarnidir eslagandek gapira boshladi. Men umr bo'yi yomonlikka ham, ezgulikka ham teng xizmat qildim.